Buxoroda yilning eng yorqin va o'ziga xos sport tadbirlaridan biri tungi xalqaro xayriya yugurish musobaqasi yana katta tantanalar bilan o'tkazildi. Qadimiy Buxoro bu gal bahor faslida nafaqat tarix va me'morchilik markazi, balki xalqaro sport bayrami maydoniga aylandi. Buxoro Night Race nomi ostida o'tgan mazkur musobaqa yurtimizda ommaviy sportni rivojlantirish va turizm salohiyatini oshirishga xizmat qilayotgan muhim loyihalardan biri sifatida yana bir bor ahamiyatni namoyon qildi. Бухара отлично. It's a fabulous city. Бухара – это самое-самое красивое место. We love it. It's a beautiful city. It was wonderful. It was so beautiful. Zo'r. Sizlar ham yuguringlar. Ushbu seriyadagi muhim jihatlardan biri plogging dasturi edi. Bu yugurishni atrof muhitni tozalash bilan uyg'unlashtiruvchi zamonaviy harakat bo'lib, u dunyo bo'ylab keng ommalashmoqda. Ishtirokchilar yugurish davomida chiqindilarni yig'ib, shaharni tozaligiga o'z hissalarini qo'shishdi. Bu tashabbus ekologik ongni shakllantirish, tabiatga ehtiyotkor munosabatni kuchaytirishga xizmat qiladi. Ushbu tungi marafon avvalgilardan ko'ra kengroq qamrovga ega bo'lib, unda 26 mamlakatdan 3500 dan ortiq yuguruvchi ishtirok etdi. Rossiya, Yaponiya, Daniya, Pokiston, Malayziya, Janubiy Afrika Respublikasi kabi Yevropa hamda Osiyo va boshqa qit'alardan kelgan sportchilar Buxoroni tungi ko'chalarida birlashib, musobaqaga haqiqiy xalqaro tus berishdi. Komanda Dafte-J iz Dushanbe Dushanbe shahridan tashrif buyurdik. 10 kilometrda ishtirok etyapmiz. Avval ham marafonda qatnashganmiz. Ajoyib atmosfera. Samarqand, Toshkentdagi marafonlarda ham ishtirok etib kelyapmiz. Hozir bolalar dasturida farzandlarimiz ham qatnashib medallarga ega bo'lishdi. Musobaqa dasturi juda puxta ishlab chiqilgan. Unda professional sportchilar bilan bir qatorda havaskorlar ham ishtirok etishi mumkin bo'lgan turli masofalar nazarda tutilgan. Start avvalida esa fitness yo'riqchilar yordamida chigal yozdi mashqlari amalga oshirildi. Qisqa masofali yugurishlardan tortib uzoq masofalargacha bo'lgan yo'nalishlar har bir ishtirokchiga o'z imkoniyatiga mos tanlov qilish imkonini berdi. Bu esa musobaqani nafaqat sportchilar, balki oddiy fuqarolar uchun ham ochiq va jozibador qildi. Rashiya zo'r. Toshkentda, Yangi O'zbekistonda, Samarqandda, Buxoro 5-si. Oldingilarida bitta oldingisida 10 kilometr, qolgan ikkitasida 5. Yugurishda faqat yugurmaysizlar, faqat yugurib kimdandir o'sib ketmaysizlar, o'zingiz uchun yugurasiz. O'zingizdan o'zingiz uchun, o'zingizdan yana bitta kuchli tomoningizni o'rganish uchun, his qilish uchun qanaqadir. O'zbekiston yugurishni xohlayman. Hozir ham 10 kilometr yugurdik. Eski shahar tarix, kultura bo'yicha o'tdik va bu juda ajoyib taassurot va natija bizlar uchun. Alohida e'tibor bolalarga qaratildi. Yosh ishtirokchilar uchun maxsus startlar tashkil etilib, ular uchun xavfsiz va qiziqarli muhit yaratildi. Bolalar yugurishlari, o'yin-kulgi dasturlari, musiqiy va animatsiya chiqishlari orqali tadbir haqiqiy oilaviy bayramga aylandi. Bu kabi yondashuv yosh avlodda sportga mehr uyg'otish, ularni sog'lom hayot tarziga jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ilk startni olgan bolalar 60 metrni bosib o'tishdi. Asila Asror va Muhammad Ayub Bekpo'latovlar g'alaba qozondi. 600 metrlik masofada Alexis Sarokina, Timur Sayakiflar eng tezkorlardan bo'lishdi. 1000 metrlik masofa ham qiziqarli kechdi. Latifa Mustafoyeva hamda Rinal Fatihovlar birinchi bo'lib marraga yetib kelishdi. Yugurishga to'ymagan, quvvati ichiga sig'magan bolalar musobaqadan keyin ham mashqlarni davom ettirishdi. Musobaqa bolalar uchun katta bayramga aylandi. Sog'lom bo'laman desang yugur. Chiroyli bo'laman desang yugur. Boy bo'laman desang yugur. Bu so'zlar Gretsiya Olimpiya tog'larida uyib yozilgan.
Kattalar ishtirok etgan yo'nalishlar esa musobaqaning eng ta'sirli jihatlaridan biri bo'ldi. Ular Buxoroni mashhur tarixiy va me'moriy obidalari orasidan o'tishdi. Tungi yorug'liklar ostida yoritilgan Ark qal'asi oldidan start olgan yuguruvchilar, Poy Kalon majmuasi, Labi Hovuz ansambli, shaharning boshqa diqqatga sazovor maskanlari ishtirokchilarga unutilmas manzaralarni taqdim etdi. Bu esa oddiy yugurishni madaniy sayohatga aylantirib, musobaqaning o'ziga xosligini yanada oshirdi. Ko'plab xorijlik ishtirokchilar aynan shu jihatni eng katta taassurot sifatida qayd etmoqda. Hi, my name is Annie and I'm from England and this is the Men Angliyadan keldim. Men 5-bor Buxoro marafonida ishtirok etyapman. Yugurishdan juda zavq oldim. Men faxriylar orasida ishtirok etdim. I think I came 12th overall. Yes! Hi, I'm Danielle. I'm here from Belgium and I'm Salom, men Danielaman. Belgiyadan keldim. Men birinchi marta Buxoroga kelishim. 5 kilometr masofada yugurdim. Bu yerga do'stlarim taklif etishdi. Ularni ko'rgani kelib, musobaqada ishtirok etdim. Hi, I'm Claire. I'm from Australia. This is my Salom, men Claireman, avstraliyalikman. Bu mening tungi marafondagi ikkinchi ishtirokim. Shaharga esa 7-bor tashrif buyurishim. Musobaqadan tashqari taomlar juda mazali, ayniqsa somsa. Musobaqaning yana bir qiziq jihati ishtirokchilarning noodatiy liboslarda yugurishi bo'ldi. Turli mamlakatlardan kelgan yuguruvchilar milliy kiyimlarda, kulgili obrazlarda, hatto mashhur kino qahramonlari ko'rinishlarda startga chiqishdi. Marafonlarga o'zi qiziqib kelaman. Bu 7-chi yoki 8-chi marafoni. Lekin bunaqa obraz menda birinchi marta hali. Undan oldin shu oddiy standart forma bilan bo'lganman. O'zim tibbiyot talabasi bo'lganligim uchun shu tibbiyotga qiziqtirish, o'zim qiziqarli qilish uchun ham shu xirurgik forma bilan keldim. Undan oldingi marafonlarda qatnashganda hamma har xil obrazlarda kelganda menga juda bu yoqqandi-da. O'zimga maqsad qilgandimki, men albatta keyingi safar qandaydir bir g'oya bilan kelaman degandim va xayolimga shu kecha keldi. Biz lekin juda bir professional emas, havaskormiz. Undan o'zi normal 10 kilometrlik tanlaymiz-da. Undan oldingi oxirgi marta Zomin Ultraga qatnashgandik. U ham shu Samarqand marafon tashkil qiladigan marafon juda yoqadi. Samarqand marafonniki. Bu holat musobaqaga bayramona kayfiyat bag'ishlab, tomoshabinlar uchun ham qiziqarli shouga aylantirdi. Jahon marafon amaliyotida bu kabi holatlar an'anaga aylangan. Masalan, London yoki Nyu-Yorkdagi marafon ishtirokchilari ba'zan dinozavr yoki super qahramon liboslarda ham yugurish bilan mashhur. Buxorodagi musobaqada ham shunday qiziq holatlar kuzatildi. Ayrim ishtirokchilar milliy chopon va do'ppada yugurgan bo'lsa, boshqalar esa zamonaviy va fantastik obrazlar orqali tomoshabinlarni hayratda qoldirishdi. Bu esa sport va madaniyatning o'zaro uyg'unlashganini yaqqol namoyon qildi. 19 nomer Messi 2006-yil Messi debyut qilgan shu formada Argentina uchun. Bunaqa forma O'zbekiston Osiyoda yo'q. Start va finish paytidagi muhit alohida e'tiborga loyiq bo'ldi. Qatnashchilar startda katta ruh bilan yo'lga chiqqan bo'lsa, marrada quvonch, charchoq va g'urur birlashgan chehralar namoyon bo'ldi. Faxriylar ham bo'sh kelishmadi. 1946-yilda tug'ilganman. 5 yildan beri mana shu marafonga qatnashaman. Nima deydi? Toshkent, Zomin, Samarqand, Buxoro har yili qatnashaman shularda. 5 kilometr, 10 kilometrga. Bu yil nasib bo'lsa 5 kilometrga yurmoqchiman Buxoroga. Yoshim bir kam 80da Toshkent, Samarqand, Buxoro, Zomin marafonlarini ko'p karra ishtirokchisiman. Bu nasib bo'lsa bugundagi marafon menga 8-9 yil mobaynida 18-chisi bo'ladi. Samarqand marafonda 2 marta o'z yoshim bo'yicha chempion. Buxoroning marafonlarida 2 marta o'z yoshimda chempion. Faxriylar o'rtasida o'tkazilgan O'zbekiston chempionatida faxrli 3-o'rinni egallaganman. Marafonlarda ishtirok qilib yuraman. Barchani shu marafonlarga ishtirok qilib, o'zlarining sog'liklarini tiklab, ana shunday do'st orttirib, ana xushchaqchaq bo'lib yurishlarini tilayman. Mutaxassislarning fikricha, bunday xalqaro musobaqalar nafaqat ommaviy sportni rivojlantiradi, balki professional sportchilar uchun ham katta ahamiyatga ega. Ayniqsa yengil atletika bo'yicha o'rta va uzoq masofaga yugurishga ixtisoslashgan terma jamoa a'zolari uchun bu kabi startlar muhim tajriba maydoni hisoblanadi. Raqobat muhitini his qilish, turli iqlim va sharoitlarda yugurish, xalqaro darajadagi ishtirokchilar bilan bellashish, bularning barchasi kelgusidagi nufuzli musobaqalarga tayyorgarlikda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.
Сегодня я бежала 21 километр, заняла первое. 21 kilometrda yugurib g'olib bo'ldim. Bundan juda xursandman. Bu shunchaki musobaqa emas, balki kishiga xursandchilik beradigan tadbir. Hozir mavsum boshi. Avvalroq Toshkent marafonida qatnashgan edim. Ikkita musobaqada birinchi o'rinni egalladim. 2 haftada bir musobaqada qatnashishni rejalashtirganman. Bu orqali Osiyo o'yinlarida munosib ishtirok etishni rejalashtirganmiz. Samarqand marafon seriyasi tashkilotchilari ajoyib shou dasturini tashkil etishadi. Bu havaskorlar yoki professional atletlarga musobaqaga kelib shunchaki yugurib natija ko'rsatib ketishlar uchun emas, yugurishdan zavq olasiz. Barcha sportchilar, qatnashchilar maroqli vaqt o'tkazganliklariga ishonchim komil. Shuningdek, bunday tadbirlar mamlakatda yengil atletika infratuzilmasini rivojlantirish, yangi iqtidorlarni kashf etish va ularni qo'llab-quvvatlashga ham turtki beradi. Ko'plab yoshlar aynan shunday musobaqalar orqali katta sportga qadam qo'ymoqda. В первую очередь меня мотивирует, это мое любимое дело. Bu mening sevimli mashg'ulotim. Yugurishni yaxshi ko'raman. Men 26 yildan beri sport ichidaman. Sport esa sog'lom turmush tarzi. Buxoro ajoyib shahar. Butun trassa bo'ylab bizni qo'llab-quvvatlab turishdi. Yo'nalish tekis, barchasi a'lo. Kimdir rekord o'rnatishga harakat qildi, maqsadiga ham yetdi. Rossiyalik Rinas Ahmedov 10 kilometrga yugurishda 28 daqiqa 42 soniya bilan erkaklar o'rtasida eng tezkor natijani yangilashga erishdi. Avvalgi ko'rsatkich hamyurtimiz Andrey Petrovga tegishli edi. Uning o'zi 1 soat 6 daqiqa 7 soniya bilan yarim marafon musobaqasida birinchi o'rinni egalladi. Мне понравилась, очень организация понравилась. Maqsadim g'alaba qozonish bo'lgani sababli ko'p joylarda asosan trassa diqqat markazimda bo'ldi. Ammo ba'zi joylarda tarixiy majmualar ham e'tiborimdan chetda qolmadi. 21.1 kilometr yarim marafon dasturida erkaklar orasida Baxtiyor O'tkirov 3-chi, Yevgeniy Fadiyev 2-chi o'rinni band etishdi. Ayollar orasida Arofat Imomaliyeva 3-chi, Sadaqbonu Nusratullayeva 2-chi o'rinni egallashdi. Yekaterina Tunguskova esa marraga birinchi bo'lib yetib keldi. 10 kilometrlik dastur g'olib va sovrindorlarga 7, 4 va 3 million so'm miqdorida pul mukofotlari topshirildi. Yarim marafonda eng yaxshi 3 natija mualliflari tegishlicha 16, 13 va 11 million so'm miqdorida pul mukofotlarini qabul qilib olishdi. Xulosa qilib aytganda, Buxoro Night Race nafaqat oddiy yugurish musobaqasi, balki sport, madaniyat, turizm va ekologiyani birlashtirgan yirik xalqaro platformaga aylanmoqda. Tashkilotchilarning ta'kidlashicha, asosiy maqsad sog'lom turmush tarzini ommalashtirish, aholi o'rtasida jismoniy faollikni oshirish. Shuningdek, O'zbekistonda, xususan Buxoroni jahon sport va turizm xaritasida yanada mustahkam o'rin egallashiga hissa qo'shishdan iborat. Tungi marafon Buxoroning betakror qiyofasini dunyoga namoyon etish bilan birga insonlarni sog'lom va faol hayot tarziga undayotgan muhim tadbir sifatida ham o'z ahamiyatini yil sayin mustahkamlab bormoqda.